Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati Mahmudxon payshanba qo'ymoqda. Kun sanasi 3-aprel 2023 yil. Hech pul bo'ldi? Mavvoslarning narxlarini tarqatib bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsatib beraman. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida sudga, politsiyaga yoki zapretingiz bo'lsa, sudebniy byuroga murojaat qilsa, telefon raqami va kanali kommentariyaga qo'yib qo'yaman, qarab qo'yaman, shu yerdan topib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizga ko'plab yurtdoshlarimiz tomonidan ko'plab masalalarda murojaatlar kelib tushmoqda. Shulardan yana bitta masalasi udvareniya masalasi. Sizga FMS yoki MVDdan 10 kun yoki 15 kun muddatida chiqib ket degan qog'oz bersa, yoki постановление yoki qog'oz bersa, chiqib ketishga shoshilmang. Biz Peterburg hududida qonuniy yurishingizga yordam beramiz. Sudga ariza bilan chiqamiz va ko'rib chiqamiz va qonuniy yurishingizga yordam beramiz. Bizga shu masala yoki boshqa masalalar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Qancha bo'ldi ular? Ikkalasi 37 million so'mga savdo o'tkazdi. Ha, oldi. Qancha bo'ldi bilmaysizlarmi? Bizdan-da? Hech pul bo'ldi. 15 qildi berganimiz yo'q. 15 millionga bermayapti. Zo'madi. Yaxshi bo'ldi. Qayerga? Presga. Ha, o'tayapmiz. Shu yoqda bo'lsa-ga shu haydan. Hech pul ekan aka? Chachimak. Assalomu alaykum. Ahvollar shu, sog'lik. Buni 17,5 deyapmiz. 17,5 deysiz. Bozor qancha so'raydi? 17 gacha so'raydi. Bozor qancha so'raydi? 17 gacha so'raydi. 17 million so'm o'sha so'raydi. Ha, qizim bizdan, qizimdan sotdim. Qaysi qancha bo'ldi? 20 million 600. Ha, mana bu 20 million 600 ga sotdi. Sultan. Bular qanchadan bo'ldi bilmaysizmi? Bular qanchadan bo'ldi bilmaysizmi? Sultan bir yoqqa Hech pul so'rayapti? 18 so'raydi. Charchamaysiz. Qanday? Ahvollar shu, sog'lik. Ha, buncha kech keldingiz. Bu naratam olib kelganimcha ko'chib ketyapti. Jamoalar ketib qoldi. Ha. 18 million so'm so'rayapti ekanmiz. Arınlı mallar ekan. Hiç kuraytı Hech pul so'rayapti? 37 million so'm so'rayapti. Qanchadan bo'ldi edi? 700 ming so'm. Ikkalasi. Ben söylemem çıkar, YouTube'da çıkar. O, mana chiqay. Gulbulat'tan adamlar. İkkalasi 23 million 700. Olsun. Sigiri qancha qilyapti? Sigiri qancha qilyapti? 15. 15 million so'm so'raydi ekanmiz. Ma'qul ekan sigir. Hech pul so'rayapti. 10 million so'm so'rayapti. Hech pul bo'ldi bu? 11 ya. 11,5 million so'm bo'ldi. Hech pul so'rayapti. 1,5 million so'm to'g'ri. 1,5 million. Bor bor. Bitsa-da. Bitib turibdi. Bor bor. 11,5 million so'm so'rayapti.
Bo'lmaymi aka? Baraka. Bor. Mana 50 so'm yana ziyod bo'lsa. Boshqani qadam beraman. Usta, 550 bo'lsa 250 ming qo'yib ber. Bo'lsa 11 million 550 ming so'm ma'lum bering. Baraka topib bering. Bo'lmasa kerak emas. Bor baraka. Bor baraka. Bo'lsa bering. Bo'lmaydimi? Baraka. Bo'lmasa bo'ladi. Bor. Bo'ladimi, bo'lmaydi. 11 million 550 ming so'm ma'qul bo'lsa yurg'izing. Bo'laman. Mayli shu 11 ham toza olib bering, bo'ladimi, bo'lmaymi? Bo'lmaydi. Bitsin mana bor baraka. Qo'ying endi. Qo'ying shu 100 ming 50 ming bu yerga kelmang. Aka, bu yerga kelmang. Ayri bilan o'tib bermasangiz kerak emas. Bor baraka, bor baraka. Ayri bilan bermasangiz, ayri bilan beraman. Agar baraka, baraka bersizga bor baraka. Bozorda o'tib o'tirmaydigan mol emasman. O'zim pulim bilan. Men Madalardan bolamasmisiz? Martga martma. Xayrini bermaysiz. Mana 11 million 600 ming so'm chegini o'tib berasiz bo'ldi. Shu savdo. Chegini o'tib bering. Chegini o'tib bering. 30 ming so'm so'radi. Ko'rmas 30 ming so'm. 600 ming so'm to'g'ri pul ma'qul bo'lsa kerak. So'rayapti. Yurg'iz. Ma'qul bo'lsa kerak. Bormi? Bor. Chiqadi. Ketdi mana. 11 million 600 ming. Real misolda. Hozir bu yoq qilsan asl qana? Injilsin men o'zim. Novos qancha qilyapsiz? 91. 9 million 100 so'rayapti. Aha, jesa. Nechi pul? 8 million so'rayapti. Kechirasiz. Qancha ekan? 10 million so'raydi. Kirib turib oldim. 10 millionga bo'lmayapti ekan. Mana to'xta. Bu nechi pul ekan? 10 million bo'lyapti aka. 10 million so'm so'rayapti. Bunisi qancha ekan? 93 qilyapti. 9 million 300 ga bermayapti. Nechi pul deysiz? 10 million so'm deyapti ekan. 9 million 300 so'rayapti ekan. Nechi pul ekan aka? Buni 8 qilyapti. Havosdan qancha so'rayapti? 10 million 100 ga berganmi yo'q? 10 million 100 ming so'mga berilmayapti buni. Yoshdan havosga. Bunisi necha aka? 10 millionga bergan. 10 millionga berilmayapti. Bo'ylari. Buni bitta so'z oladi. Marwan aka charchamaysiz. Charchamaysiz. Uğraşın sağ olun. Qancha so'rayapti? 8,5 ga berilmayapti do'stlar. Nechi pul deysiz aytasiz? 8,5 ga qo'sh debdi. 8,5 ga qo'sh deyapti. Qo'shsa beradi. Bunisi aka? Bu ham 8,5. Qo'shsa bersa kerak. Betiga qo'ying, egasi ko'rsin. Egasi. Necha bo'lsa olib yurmaymi deng? Nechi pul ekan bular, ey? Bularni ekon anasini 7 qildi, bunisini 7 qildi, buni 7 qildi. 7. Hammasi 7'lar ekan. Bundan bulardi. 4 ta 7 ekan, o'ylab. 7. Ay novoscha. Ha, novoschalar. Ha, 7 million bo'ldi. Ana shu ishdan oldim. Kelgan ish bitgach kerakdi. Nechi pul? 16 million 300 so'rayapti ekan, ikkalasi bizga. Novoschalar. Nechi pul so'raysizlar? 78. 7 million 800 so'rayapti masalan. Astarchi menga chek beraman. Buni qancha so'radi?
Şu 7 soru bir attı. Hem 7 so'raydi degan. Kaçta 7 8 diyor. Bir yerin endi aka shu qattiqman haraka deng. Assalomu alaykum. Charchamaysiz? Ahvollar, sog'lar. Hech bo'l. Yetti milyon 800 so'raydi. Erkakga misol qarshi. Ha, egalar. Son aydın ekan. Neç pul so'raydi aka? 7 million. Buni ajini 7 milyon so'raydi ekan. Buni ajini. Qancha bo'pti buni? Neç pul bo'pti deyman? Aytmadimi? Neç pul so'raydi buni? 7 million. 7 milyon so'raydi. Buni ajini. 10,5'ga bermayapti ekan. Buni ajini ekan. Eshanbo qancha so'rayapti? Qancha so'rayapti deyman, charchamaysiz. 8. 8,5 deyapti ekanlar. 8 milyon so'rayapti.